Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugun biz bir nechta ilovalarni ko'rib chiqamiz. Ular qurilmalarimizga qanday xavf bor va ular nega to'g'ri ishlamaydi. Ko'pchiliklar Instagram Lite va Instagram kabi ilovalarni ishlatishadi. Bu ajoyib va rasmiy. Bunga hech qanaqangi e'tiroz yo'q. Lekin ko'pchilik mana bunaqangi Graphic Messenger, Plus Messenger kabi ilovalarni ishlatishadi. Rasmiy Telegram ilovani ishlatmasdan shunaqa qilishadi. Rasmiy Telegram ilova mana bunaqangi ko'rinishda bo'ladi va Telegram X shunaqa ko'rinishdagi qora rangda bo'ladi. Bu Telegramning rasmiy ilovalari hisoblanadi. Mana bu bunaqangi ilovalar esa afsuski Telegramning rasmiy ilovalari emas. Buni ishlab chiqaruvchilari boshqa shaxslar, faqatgina bitta serverdagi boshqa ilovalar. Bu ilovalarda Telegramdagi so'nggi yangiliklar va so'nggi o'zgarishlar, funksiyalar kelmasligi yoki chatlar to'g'ri ishlamasligi mumkin. Iloji bo'lsa bu ilovalardan foydalanishni tavsiya qilmaymiz, chunki bular o'sha 8-10 yil bo'lyapti. Telegram bularga rasmiy serverda joy to'g'ri ishlashligi uchun bermaganligiga. Va keyin biz yana so'rab qolardik, ilovalarning beta versiyasidan foydalanmaslikka, chunki u ishlab chiqarish jarayonidagi bo'lgan ilovalar bo'ladi va norasmiy ingliz tilida yoki biror bir arab tilida uncha ko'p tillarni qo'llab-quvvatlamaydigan, siz tanimaydigan ilovalarni ham foydalanmaslikni tavsiya qilardik, chunki Android bilamiz, bu ochiq kodli dastur, xavfsizlik jihati juda past bo'lgan sistema. Android iPhone emas, unvonini bosolmaydi, maxfiyligi past. Shu boisdan ehtiyot choralarini ko'rishingiz, bank bilan bog'liq pullaringiz ham shu ilovalarni norasmiy manba yoki fayllarni yuklab olishdan o'zingizga tiyilishingizni so'rab qolamiz. Xorijiy tillardagi saytlar, ilovalardan yuklab olishni, o'rnatishni va qanday ruxsatni berishni tiyilishni so'rab qolardik. Sizga aytmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat. Rasmiy ilovalarni ishlating. Shunda qurilmangizda ishlashligida boshqalarida muammo kelib chiqmaydi. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.